Bugun men barcha pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan yangilikni tushunarli qilib izohlab beraman. Pensiya guvohnomasi bekor qilinmoqda yoki boshqacha aytganda, ko'p holatlarda endi qog'oz yoki plastik ko'rinishdagi pensiya guvohnomasini ko'tarib yurish shart bo'lmaydi. Bu masala oddiy tuyulishi mumkin, lekin amalda juda ko'p odamlar dorixonada, bankda, transportda, kommunal to'lovlarda turli imtiyoz va chegirmalarni olishda aynan shu hujjat sabab qiynalib kelgan. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men sizga nima o'zgargani, kimlar xavotir olish kerakligi, kimlar uchun hech qanday muammo yo'qligi, eski guvohnoma bilan nima qilish kerakligi, agar ma'lumot tizimda chiqmasa qanday yo'l tutish kerakligi haqida aniq va oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling. Videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar har bir oilaga kerak bo'ladi. Har birimizning uyimizda ota-onamiz, buvimiz, bobomiz yoki pensiyaga chiqishga yaqin insonlar bor. Avvallari pensioner maqomini tasdiqlash uchun odatda pensiya guvohnomasi kerak bo'lardi. Bu guvohnoma odam pensiyaga chiqqanini, unga yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi tayinlanganini ko'rsatadigan asosiy hujjatlardan biri hisoblangan. Ko'p pensionerlar uni yonida olib yurishga majbur edi. Masalan, dorixonada chegirma so'ralsa, ayrim joylarda guvohnoma so'ralgan, sanatoriy yo'llanmasi, ijtimoiy yordam, ayrim xizmatlarda imtiyoz, bankdagi ayrim amaliyotlar, mahalladagi ma'lumotlar, shifoxona yoki boshqa tashkilotlarda ham shu guvohnoma ko'pincha talab qilingan. Lekin amalda bu tartib ko'plab noqulayliklar keltirib chiqargan. Birinchidan, guvohnoma yo'qolib qolishi mumkin. Ikkinchidan, yaroqsiz holga kelishi, yirtilishi, yozuvlar o'chishi eski namunada bo'lishi mumkin. Uchinchidan, pensioner inson, ayniqsa yoshi katta yoki sog'lig'i zaif bo'lsa, har bir idoraga hujjat ko'tarib borishi qiyin. Ayrim tashkilotlar guvohnoma bo'lmasa, odam haqiqatan ham pensioner ekanini ko'ra olmay, uni ortiqcha yugurtirgan. Endi asosiy o'zgarish shundaki, pensionerlik maqomi va pensiya tayinlangani haqidagi ma'lumotlar elektron tizimlar orqali tasdiqlanishi ko'zda tutilmoqda. Ya'ni davlat organlari va tegishli tashkilotlar pensionerdan alohida guvohnoma talab qilmasdan uning ma'lumotini elektron baza orqali tekshirish kerak bo'ladi. Oddiy qilib aytsam, pensionerning asosiy tasdiqi endi qo'lida olib yuradigan qog'ozda emas, tizimdagi rasmiy ma'lumotda bo'ladi. Bu o'zgarishning ma'nosi shuki, pensioner har safar men pensionerman deb guvohnoma ko'rsatishga majbur bo'lmasligi kerak. Uning JSH raqami, pasport yoki ID karta ma'lumoti pensiya tayinlanganlik holati yagona elektron tizimlarda ko'rinishi mumkin. Bu pensionerlar uchun yengillik, idoralar uchun esa ortiqcha qog'ozbozlikni kamaytirish degani. Lekin shu yerda juda muhim jihat bor. Pensiya guvohnomasi bekor qilinishi pensiyaning o'zi bekor qilinadi degani emas. Bu gapni alohida ta'kidlayman. Ayrim odamlar bunday yangilikni eshitib, endi pensiyam to'xtab qoladimi? Guvohnoma bo'lmasa pul berilmaydimi? Bank kartamga pensiya tushmaydimi deb xavotirga tushadi. Yo'q. Pensiya guvohnomasi bilan pensiya to'lovi boshqa masala. Pensiya tayinlangan bo'lsa, qonuniy asos bor bo'lsa, to'lov davom etadi. Faqat uni tasdiqlash tartibi soddalashadi. Men endi bu masalani turli vaziyatlar orqali tushuntiraman. Chunki har bir pensionerning holati bir xil emas. Kimdir yangi pensiyaga chiqqan, kimdir 10 yildan beri pensiya oladi, kimdir nogironlik pensiyasi oladi, kimdir boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi, kimdir boshqa viloyatdan ko'chib kelgan, kimdir bank kartasi orqali, kimdir naqd shaklida oladi. Birinchi holat, yoshga doir pensiya olayotgan oddiy pensioner. Masalan, 67 yoshli Akmal ota har oy bank kartasiga 1 million 300 ming so'm pensiya oladi. U avvallari poliklinikaga borganda yoki ayrim xizmatlarda guvohnomasini olib yurgan. Endi agar tashkilotlar elektron tizimdan foydalansa, Akmal otadan guvohnoma talab qilinmasligi kerak. U ID kartasi yoki pasporti orqali shaxsini tasdiqlaydi. Keyin tizimda uning pensioner ekani ko'rinadi. Bu Akmal ota uchun nimani anglatadi? U guvohnomasini yo'qotib qo'ysa ham pensiyasi yo'qolmaydi. U pensiya oluvchi sifatidagi maqomni elektron ma'lumot orqali tasdiqlashi mumkin bo'ladi. Ikkinchi holat, nogironlik pensiyasi olayotgan fuqaro. Masalan, oki guruh nogironligi bo'lgan Dilfuza opa har oy pensiya va ayrim imtiyozlardan foydalanadi. Bu yerda e'tiborli jihat shuki, nogironlik pensiyasi faqat pensiya guvohnomasi bilan emas,
balki tibbiy mehnat ekspertizasi yoki tegishli tibbiy xulosa nogironlik guruhi haqidagi ma'lumotlar bilan ham bog'liq. Agar pensiya guvohnomasi bekor qilinsa ham, nogironlik guruhi uning muddati, qayta ko'rish sanasi kabi ma'lumotlar alohida ahamiyatga ega bo'lib qoladi. Dilfuza opa uchun eng muhim narsa nogironlik muddati tugagan bo'lsa, uni o'z vaqtida qayta rasmiylashtirish. Pensiya tizimidagi ma'lumotlar bilan tibbiy ma'lumotlar mos kelishini tekshirish. 3-holat, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oila. Masalan, 2 nafar voyaga yetmagan farzandi bor ona marhum turmush o'rtog'i nomidan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Bu yerda ham guvohnoma bekor qilinishi pensiya huquqini bekor qilmaydi. Lekin bolalarning yoshi, o'qishi, oilaviy holati, qonun bo'yicha pensiya olish huquqi davom etmayotgani juda muhim. Masalan, bola 10 yoshga to'lsa va kunduzgi ta'limda o'qimasa, ayrim holatlarda pensiyada to'xtashi mumkin. Demak, muammo guvohnomada emas, huquqni tasdiqlovchi asoslarda. 4-holat. Eski guvohnomasi bor pensioner. Ko'pchilikda menda eski guvohnoma bor, uni tashlab yuboraymi degan savol tug'iladi. Men bunday qilmaslikni maslahat beraman. Hozircha qo'lingizdagi eski hujjatni saqlab qo'ying. U tarixiy ma'lumot, eski ish hujjatlari, pensiya tayinlangan davr, ayrim tashkilotlar bilan bog'liq masalalarda kerak bo'lib qolishi mumkin. Elektron tizim ishlayapti degani eski hujjatni darhol yo'q qilish kerak degani emas. Ayniqsa chekka hududlarda, internetsiz joylarda yoki tashkilotlar hali yangi tartibga to'liq moslashmagan bo'lsa, eski guvohnoma vaqtincha qo'l kelishi mumkin. 5-holat. Yangi pensiyaga chiqayotgan fuqaro. Masalan, bir kishi shu yil pensiyaga chiqish uchun hujjat topshirmoqchi. U menga endi guvohnoma berilmaydimi deb so'rashi mumkin. Asosiy e'tibor shunda bo'ladiki, pensiya tayinlash jarayonida mehnat staji, ish haqi, sug'urta badallari, ariza, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar, mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat tarixidagi ma'lumotlar tekshiriladi. Guvohnoma berilishi yoki berilmasligi 2-darajali masala. Eng muhim narsa pensiya tayinlanganligi haqidagi qaror va elektron bazadagi qayd. Agar pensiya tayinlangan bo'lsa, to'lov boshlanishi kerak. Endi kimlar xavotir olmasligi kerak. Agar siz pensiyani muntazam olayotgan bo'lsangiz, bank kartangizga har oy tushayotgan bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, yashash manzilingiz va telefon raqamingiz yangilangan bo'lsa, sizda katta xavotirga asos yo'q. Guvohnoma shakli o'zgarishi yoki bekor qilinishi sizning pensiya olish huquqingizni yo'q qilmaydi. Kimlar albatta ehtiyot bo'lishi kerak? Birinchidan, ma'lumotlar hujjatlarda turlicha yozilgan odamlar. Masalan, pasportda ism Gulbahor, eski pensiya hujjatida esa Gulbahor deb yozilgan bo'lsa, tizimlarda nomuvofiqlik paydo bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, tug'ilgan sanasi, familiyasi, otasining ismi eski hujjatlarda boshqacha ko'rsatilgan pensionerlar. Uchinchidan, boshqa viloyatga ko'chgan, lekin pensiya ishi eski manzilda qolgan odamlar. 4-dan, nogironlik muddati tugashiga yaqin bo'lgan shaxslar. 5-dan, bo'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida farzandlarining o'qishi yoki yoshi bilan bog'liq hujjatlari yangilanmagan oilalar. Raqamli misol keltiraman. Tasavvur qiling, bir pensioner har oy 1 million ming so'm pensiya oladi. Unga dorixonada 10% chegirma beriladi. Avval dorixona undan pensiya guvohnomasini so'ragan. Endi dorixona yoki tegishli xizmat ko'rsatuvchi tashkilot elektron tekshiruv imkoniyatiga ega bo'lsa, pensionerning maqomini bazadan ko'rishi mumkin. Lekin agar tizim ishlamasa yoki ma'lumot chiqmasa, dorixona xodimi siz pensioner emassiz deb aytishga haqli bo'lib qolmasligi kerak. Bunday vaziyatda fuqaro tegishli pensiya bo'limidan yoki davlat xizmatlari orqali ma'lumotnoma olishi mumkin. Yana bir misol. 7 yoshli Saodat opa guvohnomasini yo'qotib qo'ydi. Avvallari u dublikat olish uchun idoraga borar. Ariza yozar, navbat kutar edi. Yangi tartibning qulay tomoni shundaki, guvohnoma yo'qolgani uchun pensiya huquqi yo'qolmaydi. Agar ma'lumot elektron tizimda bo'lsa, Saodat opa o'z shaxsini ID karta bilan tasdiqlab, kerakli xizmatni olishi mumkin. Ammo men baribir maslahat beraman. Agar sizda guvohnoma yo'qolgan bo'lsa va tez-tez imtiyozlardan foydalanadigan bo'lsangiz, o'zingizga pensiya oluvchi ekaningiz haqida elektron yoki qog'oz ma'lumotnoma olib qo'yganingiz foydali. Endi eng muhim joyga kelamiz. Har qanday yangilikda chiroyli qo'yda bor, lekin hayotda ayrim nozik masalalar chiqadi. Men aynan shularni tushuntirmoqchiman. Birinchi nozik jihat.
barcha tashkilotlar bir vaqtda tayyor bo'lmasligi mumkin. Qonuniy yoki ma'mur tartib o'zgargan bo'lsa ham, amaliyotda har bir dorixona, sanatoriy, bank filiali, mahalla tibbiyot muassasasi yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilot darhol elektron tekshiruvga o'tmasligi mumkin. Shuning uchun pensionerlar bir muddat eski guvohnoma, ID karta va kerak bo'lsa pensiya ma'lumotnomasini yonida olib yursa ortiqcha bahs kamayadi. Ikkinchi nozik jihat elektron bazadagi xato. Masalan, pensioner pensiya oladi, lekin tizimda uning familiyasi eski ko'rinishda turibdi. Yoki pasport yangilangan, ID karta olingan, lekin pensiya bazasidagi ma'lumot eski pasport raqamida qolgan. Bunday holatda odam aybdor emas, lekin amaliyotda xizmat olishda qiyinchilik bo'ladi. Shuning uchun men har bir pensionerga yoki uning farzandlariga shuni maslahat beraman. Ota-onangizning pasport yoki ID karta ma'lumotlari pensiya bo'limida to'g'ri turganini tekshiring. Ayniqsa familiya o'zgargan. Nikohdan keyin hujjat yangilangan, pasport almashtirilgan, yashash joyi o'zgargan bo'lsa. Uchinchi nozik jihat. Imtiyozlarning hammasi pensiya guvohnomasi bilan bog'liq emas. Ba'zi imtiyozlar yoshga bog'liq. Ba'zilar nogironlik guruhiga bog'liq. Ba'zilar urush qatnashchisi yoki unga tenglashtirilgan shaxs maqomiga bog'liq. Ba'zilar kam ta'minlanganlik yoki ijtimoiy himoya reyestriga bog'liq. Shuning uchun pensiya guvohnomasi bekor bo'ldi. Endi barcha imtiyozlar avtomatik ishlaydi deb o'ylash to'g'ri emas. Har bir imtiyozning o'z sharti bor. Masalan, yoshga doir pensioner bo'lish bir narsani beradi. Nogironlik guruhi esa boshqa huquqlarni beradi. 4-nozik jihat bank va pensiya tizimi aloqasi. Pensiya har oy bank kartasiga tushayotgan bo'lsa, guvohnoma bekor qilingani bank kartaga tushadigan to'lovga ta'sir qilmaydi. Lekin bankda identifikatsiya, karta muddati, PIN kod, ishonchnoma, vafot etgan shaxs nomidagi karta bilan bog'liq masalalar alohida tartibga ega. Masalan, pensioner yura olmaydigan bo'lsa, farzandi uning kartasidan foydalanadi. Bu juda keng tarqalgan holat. Lekin qonuniy tomondan ehtiyot bo'lish kerak. Agar bank yoki pensiya organi pensionerning shaxsiy tasdig'ini talab qilsa, ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Guvohnoma bekor bo'lgani ishonchnoma tartibini bekor qilmaydi. 5-nozik jihat. Xorijda yashayotgan yoki vaqtincha chet elga ketgan pensionerlar. Agar pensioner chet elda uzoq muddat yashasa, pensiya to'lovlari, yashash fakti, hisob raqam, ro'yxatdan o'tish, konsullik tasdig'i kabi masalalar paydo bo'lishi mumkin. Pensiya guvohnomasining bekor qilinishi bu masalalarni avtomatik hal qilmaydi. Bunday odamlar albatta pensiya jamg'armasi yoki vakolatli organ orqali o'z holatini aniqlashtirishi kerak. 6-nozik jihat. Eski mehnat staji va arxiv hujjatlari. Yangi tartib ko'proq pensioner maqomini tasdiqlashga taalluqli. Lekin pensiya miqdori noto'g'ri hisoblangan, ish staji kiritilmagan, sobiq korxona ma'lumotlari topilmagan bo'lsa, guvohnomaning bekor qilinishi bu muammoni o'z hal qilmaydi. Masalan, bir odam 35 yil ishlagan, lekin bazada 20 taksir ko'rinayotgan bo'lsa, u baribir arxiv ma'lumotlari, mehnat daftarchasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar orqali pensiyasini qayta ko'rib chiqishni so'rashi mumkin. 7-nozik jihat. Mendan guvohnoma talab qilishyapti, bu qonuniymi degan savol. Agar yangi tartib bo'yicha tashkilot elektron ma'lumotni o'zi olishi kerak bo'lsa, pensionerdan ortiqcha hujjat talab qilmasligi kerak. Lekin amaliyotda xodimlar har doim ham yangilikdan xabardor bo'lmasligi mumkin. Bunday paytda janjal qilish o'rniga avval tinch tushuntirish kerak. Agar baribir xizmat ko'rsatish rad etilsa, yozma rad javobini so'rash, rahbariyatga murojaat qilish, davlat xizmatlari yoki tegishli organlarga shikoyat yo'llash mumkin. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Bularni pensionerlarning o'zi ham, ularning farzandlari ham bajarishi mumkin. Birinchi qadam: shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID kartangiz amaldami? Muddati o'tmaganmi? Undagi ism, familiya va tug'ilgan sana to'g'rimi? Yashash manzilingiz dolzarbmi? Agar pasport almashtirilgan bo'lsa, pensiya bo'limidagi ma'lumot ham yangilanganiga ishonch hosil qiling. Ikkinchi qadam: pensiya to'lovlaringiz muntazam tushayotganini tekshiring. Bank kartangizga har oy qaysi sanada va qancha pul tushayotganini yozib boring. Masalan, yanvarda 1.2 million so'm, fevralda 1.2 million so'm, martda indeksatsiyadan keyin 1.2 million so'm tushgan bo'lsa, buni qayd qilib qo'ying. Agar bir oy to'lov kechiksa, darhol bankdan emas, avval pensiya organidan sababini aniqlash kerak bo'ladi. Chunki ba'zan texnik kechikish karta muddati
hisob raqam yoki shaxsiy ma'lumot bilan bog'liq muammo bo'lishi mumkin. 3-qadam. Eski pensiya guvohnomasini saqlab qo'ying. Uni tashlab yubormang, bolalarga o'yinchoq qilib bermang, suratga olib qo'ying. Asl nusxasini hujjatlar papkasiga joylang. Garchi u kundalik foydalanishda kerak bo'lmasa ham, ayrim vaziyatlarda eski ma'lumotni tasdiqlash uchun foydali bo'lishi mumkin. 4-qadam. Kerak bo'lsa pensiya oluvchi ekaningiz haqida ma'lumotnoma oling. Buni tegishli pensiya bo'limi, davlat xizmatlari markazi yoki elektron davlat xizmatlari orqali olish imkoniyati mavjud bo'lishi mumkin. Ma'lumotnomada odatda fuqaroning FIS, tug'ilgan sanasi, pensiya turi, pensiya tayinlangan sanasi yoki maqomi ko'rsatiladi. Bunday ma'lumotnoma ayniqsa sanatoriy ayrim yordam turlari, sud yoki notarial masalalar, chet elga hujjat tayyorlashda kerak bo'lishi mumkin. 5-qadam. Ma'lumotlarda xato bo'lsa darhol tuzattiring. Masalan, ismingiz bitta hujjatda To'lqin, boshqasida Tulqin bo'lib qolgan bo'lsa, bu mayda narsa deb o'ylamang. Elektron tizimda bitta harf ham muammo chiqarishi mumkin. Pensiya bo'limiga borib yoki davlat xizmatlari orqali ariza yozing. Arizada pensiya oluvchi sifatidagi shaxsiy ma'lumotlarimni amaldagi ID karta ma'lumotlariga moslashtirib berishingizni so'rang deb yozish mumkin. 6-qadam. Nogironlik pensiyasi oluvchilar muddatlarini nazorat qilsin. Agar nogironlik guruhi muddatli bo'lsa, qayta ko'rik sanasini oldindan bilib oling. Uni oxirgi haftaga qoldirmang. Chunki tibbiy hujjatlar shifokor ko'rigi xulosa va tizimga kiritish vaqt oladi. Agar muddat o'tib ketsa, pensiya yoki ayrim imtiyozlar vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. 7-qadam. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar farzandlar hujjatini yangilab tursin. Agar farzand bugundek yoshga yaqinlashayotgan bo'lsa, u kunduzgi ta'limda o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumotnomani o'z vaqtida tayyorlang. O'qish joyi o'zgargan bo'lsa, yangi ma'lumotni taqdim eting. Chunki pensiya huquqi ko'pincha aynan shunday shartlarga bog'liq bo'ladi. 8-qadam. Xizmat ko'rsatish joyida muammo bo'lsa, yozma izoh talab qiling. Masalan, sizdan pensiya guvohnomasi talab qilishdi. Sizda esa ID karta bor. Ma'lumot elektron bazada bo'lishi kerak. Bunday vaziyatda xodimdan qaysi me'yoriy hujjat asosida aynan pensiya guvohnomasi talab qilinyapti deb so'rang. Agar ular xizmat ko'rsatishdan bosh tortsa, rahbariga murojaat qiling. Yozma rad javobi bo'lsa, keyin shikoyat qilish osonroq bo'ladi. 9-qadam. Yaqinlaringizga tushuntiring. Ko'p pensionerlar internetdagi xabarlarni noto'g'ri tushunib, vahimaga tushadi. Guvohnoma bekor bo'lsa, pensiyam bekor bo'larkan degan gaplar tarqalishi mumkin. Bunday gaplarga ishonmang. Ota-onangizga, qo'shnilaringizga, mahalladagi keksa insonlarga buni oddiy qilib ayting. Guvohnoma bu tasdiqlovchi hujjat, pensiya esa qonuniy to'lov. Hujjat shakli o'zgarish to'lov huquqini bekor qilmaydi. 10-qadam. Barcha hujjatlarni bitta papkada saqlang. Pasport yoki ID karta nusxasi, eski pensiya guvohnomasi, bank karta rekvizitlari, mehnat daftarchasi nusxasi, nogironlik hujjatlari, arxiv ma'lumotlari, pensiya tayinlanganligi haqidagi qaror yoki ma'lumotnoma. Ishonchma bo'lsa, uning nusxasi. Bu oddiy tuyuladi, lekin real hayotda eng ko'p muammo hujjatlar tarqoq saqlangani uchun chiqadi. Men yana bir muhim maslahat beraman. Pensionerning telefon raqami va bank kartasi masalasini tartibga soling. Ko'pincha SMS boshqa farzand telefoniga ulangan bo'ladi. Karta muddati tugagan bo'ladi. Pensioner PIN kodni bilmaydi. Keyin pensiya tushgan-tushmaganini aniqlash qiyinlashadi. Agar pensioner mustaqil foydalanmasa, qonuniy ishonchnoma, bankdagi to'g'ri ruxsatlar va oila ichidagi aniq kelishuv bo'lishi kerak. Bu pul xavfsizligi uchun ham zarur. Demak, pensiya guvohnomasi bekor qilinishi yoki undan voz kechilishi pensionerlar uchun eng avvalo qog'ozbozlikni kamaytirishga qaratilgan. Endi asosiy e'tibor elektron ma'lumotlarga. ID karta yoki pasport orqali shaxsni aniqlashga, tizimlararo ma'lumot almashishga qaratiladi. Bu yaxshi yangilik, chunki keksa insonlar har safar guvohnoma ko'tarib yurishga majbur bo'lmasligi kerak.